Tinchlikmi kelin? Gripp bo'lib qopman, oyijon ozgina. Hozir o'g'lingizga aytdim, dori olib kelib berar ekanlar. Voy, o'g'limga aytguncha uyingizga boring, oyingizga boring. Davolanib keling, bora qoling, tez. Yig'ing narsalaringizni. Ketadi? Ketmaydi. Ketadi. Tinchlikmi kelin? Nechun ololmassiz? Oyjon, oyog'im qayrab oldim shekilli. Poliklinikaga chiqib ketayotgandim. Voy, poliklinikada nima bor? Oyingizga boring. Davolanib keling. Davolamaguncha kelmang. Boring, davay. Nima qilganing bu? Katta kelin ham kasal bo'lganda uyga jo'natib yubordik. Nega bunisini ham jo'natib yuborasiz? O'zimiz qarab tuzatib olamiz. Qudalan oldi uyat emasmi? Xotinlarning ishi aralashmasangiz, ishingizni qiling, chol. Qaragin-da. Quloqim og'riyapti. Voy, hozir adang kelsinlar, doktorga birga olib borib kelamiz. Voy, adasini boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Qani tezlash, shu ishlarni yig'ishtiringlar. Boringlar, oyingizga borib davolanib keling. Bo'la qoling. Ha, tez bo'linglar. Voy jonim, voy pochkam. Voy, yana shamollatdim shekilli. Bor, onangga borganda tuzalib qaytib kelgin. Qaytga? Onangnikiga.